Har bir sohada o'ziga yarasha osonligi bor, o'ziga yarasha qiyinchiligi bor, lekin qurilishda qiyin bo'lgandan tashqari travma olish, ya'ni jarohat olish boshqa sohalarga qaraganda juda ko'p bo'ladi. Ya'ni ustalarni yiqilib tushishi, oyog'iga mix kirishi, borinkani tomdan tushib ketish holatlarini juda ko'p kuzatganmiz va albatta texnika qoidalariga rioya qilgan holda har doim ishlashni maslahat beramiz. Lekin ustalarga bitta zo'r maslahatim bor, ya'ni qolganlar ham shu maslahatga amal qilsa yaxshi bo'lardi, ayniqsa uy egalari. Ustalarni ko'pchilik qo'pol bo'lsa ham aytaman, majburman bu gapni gapirishga, odam o'rnida ko'rmaydi. Hozirgi holatda ham misol uchun shunaqangi narsalar bo'ladiki, men prorab bilan gaplashganman, men quruvchi bilan gaplashganman, bu brigadning hech kim emas, ustining hech kim emas degan qabiliyatda ham ish qilishadi. Yo'q, u o'zini orzusidan kechib sizni orzungizdagi uyga qurishga, amalga oshirishga yordam berayotgan bir kasb hisoblanadi. O'shaning uchun men har doim ustalarimni olqishlayman, o'zim ustalarimga har doim motivatsiya berishga harakat qilaman va uy egalaridan yaxshi muomalada bo'lishini so'rab qolaman va buni men iltimos qilmayman, men buni talab qilaman. Chunki u o'zini orzusidan kechib usta uydagilarni hammasini tashlab musofirchilikda siz mazza qilib yashashingiz uchun imorat quryapti. Nimaga endi unga siz o'zingiz yaqinlaringizga yoki o'zingizga qilgan hurmatni unga ham bera olmaysiz? Albatta berishingiz kerak. Men Said Kozimman, men professional prorabman. Salomat bo'linglar.